Assalomu alaykum. Filmlardan uyqulanmay murat qilmaganlar uchun bugun film vlogimiz sifatini sizlarga tekshirib ko'rsatamiz. Bunimiz Samaris. Xo'p, bu 7 lik Samaris, katta lizvali. Bunga ko'plar so'raydi. Milk lizvali Samaris burab, keyin tortib chiqarish ko'rsatadi. Milk lizva buni yaxshi ishlamaydi. Bunga taxtani Samarisga katta lizvali Samaris burash kerak birinchi o'rinda. Keyin xo'p, bu dizelimizda sipi. Buni ko'pchilik biladi og'irligini. Men o'zim aniq og'irligini tortib ko'rganim. Menimcha 20 kilodan ziyod bo'lish kerak buni og'irligi. Xo'p, buni bitta Samarisimiz ko'tarib turibdi hozir. Buni ko'plar xo'p ishlamaykan, xo'p televizorni ham ko'tarmaskan, pardani ham ko'tarmaskan deganlar uchun bu video. Hech qanaqa bu spis qo'yilmagan pinoblok. Xo'p, mana shu yerda hozir turgan pinobloklardan bittasini olib, xo'p eksperiment qilib ko'rsatdik. Zakaz qilishingiz mumkin. Qashqadaryo, Chiroqchi, Sharsabz, Yakkaboqqa xo'p dastaka qilib beryapmiz. Hozir sizlarga buni ishlab chiqarish holatini ham ko'rsataman hozir pinoblogda. Mana ishlab chiqarish holatlarini ham ko'rsatish mumkin. Hozirda bu yerda yigitlarimiz pinoblogda olishyapti qolipdan. Va xo'p bu qolipga qo'yilsa oldin bunga atrovodka sepiladi. Atrovodka sepilishining sababi qolib ishlab qolmaydi pinoblogda va pinoblogimizni video bitta qilib aytganda video chiroyli chiqadi. Bu qurgani sari, quyoshda turgani sari tortilib oq rangga o'tib ketadi bu. Pinoblogimiz oppoq bo'lib qoladi. Hozir sarg'amtir bo'lib turibdi. Pinoblog atrovodkaning rangini olib turibdi. Bu tomonda qoliplarimiz bu holatda buzilib, ichidan pinoblog olinib, keyin bu holatda yig'iladi. Mana bu yigitimiz yig'ib beryapti qoliplarni. Ko'rishingiz mumkin. Birinchi o'rinda qopqog'i qo'yiladi. Ikki tomonda hop xomitlari bor, xomitlari qo'yilib isitiladi. Mana bu tomonda suvlar zagdovka qilinadi. Mana o'zining mitkasi bor, o'sha mitkaga yetguncha suv solinadi. Mana bu tomonda bu bochkalarimizda qorlanib, gips solinib, xo'p, sement solinib